Yo, hammaga salom do'stlar, men JC Craft va bugun Minecraft Live bizga yangi bir jonli streamda ajoyib ma'lumotlarni aks ettirdi. Bu yilgi ajoyib Minecraft versiyasi va turli xil ajoyib moblar va yangi biyom. Xullas, bugungi videoda bularning barchasini bilib olasiz. Sizlar bilan JC Craft obuna bo'lishni va like bosishni unutmanglar. Yangi biyomga keladigan bo'lsak, yangi biyom bu kuz. Ya'ni kuz. Oddiy kuzdek ko'rinadi. Xullas, Minecraftda turli xil biyomlar mavjud. Kuz, bahor, yoz, qish. Xullas, ya'ni kuz qo'shildi. Nihoyat kuz. O'zi Minecraftga kuz yetmay turadi. Bu daraxtlar anchayin chiroyli. Qolaversa, yangicha daraxt, xuddi oq daraxtga o'xshab ketadigan kuzgi barglar to'kilishi. Qolaversa, u yerda yangicha qurilish inshootlar, yangi daraxt va yerga yotgan daraxtlar ham qo'shilgan. Bu orol deyarli o'rmondagi daraxtlar bilan bir xil qilib olingan. Bu juda ajoyib va chiroyli yasalgan. Qolaversa, men o'zim ham bu haqida juda ham qiziqyapman. Albatta, agar sizga bu mod kerak bo'lsa, ya'ni bu Minecraft versiyasi kerak bo'lsa, men uni o'zim topib Telegram kanalimga joylab qo'yaman. Xullas, yangi biyom va daraxtlarga to'xtaladigan bo'lsak. Yangi biyom va daraxtlar. Oq daraxtga o'xshab ketadigan boshqacha rang, ya'ni bu oq daraxt emas, oqqa o'xshaydigan boshqacha blok foydalanilgan. Yangi taxta, yangi eshik va derazalar qo'shilgan. Bu o'yinni yana ham chiroyliroq ko'rsatishga va yana ijod dunyoingizni kattaroq qilib ko'rsatishga yordam beradi. Ya'ni qurilish yana ham ajoyib bo'ldi. Va yana bir gap, o'rmonda yurgan vaqtingizda mana shunday chodirlarga ham endi duch kelasiz. Nihoyat Minecraftga yangi bir qurilish qo'shilishdi. Bu xuddi cho'lda yurganingizda Misr piramidasini topib olishga o'xshaydi. Bu juda ajoyib. Qolaversa, o'sha versiyani o'zim ham o'ynashga juda qiziqib ketyapman. Va bu yil jonli streamda aytilgan eng yoqqan narsa bu Minecraftning yangi qismlari chiqarilayotgani. Va bu yerda yangi qahramonlar va qolaversa o'zimizga ham ijod mahsullari yaratish uchun imkoniyat berishdi. Aytishlaricha, o'sha qahramonlar yana o'ynashadi. Ya'ni ular o'sha jonli stream vaqtida bu narsaga yana ham qattiq hayajon borligini, ular bu narsani boshlanganini va tezroq chiqishini kutishni aytishdi. Qolaversa, Minecraft ustalar, ya'ni Minecraftda o'ynaydigan o'yinchilar ham bu haqida aytishdi. Mening fikrimcha, ular ya'ni boshqa modlarga yana ham chiroyliroq o'zgarishlar kiritishlari mumkin. Boshqalar ham kino juda hayajonlanayotganlar haqida aytishgan. Qolaversa, Steve ham bu jonli streamda hattoki mashhur Minecraftchilar ham qo'shilgan. Ular kino tez orada chiqish haqida aytishgan. Umid qilamanki, men ham tez orada chiqishini kutyapman. Mening fikrimcha, ular bu kinoga yangi qahramonni ham qo'shadi. Albatta, Stevening eng yaqin do'sti bu Arxlex. Qarshingizdagi inson menimcha o'sha rolni o'ynasa kerak. Va kino ijodkorlari va Minecraft Motion kompaniyasidagilar tasdiqlash bo'yicha bu kino keyingi yil, ya'ni keyingi yoz faslida bo'lishi kutilmoqda. Yana u yerda o'zingiz mob qo'shingiz, ya'ni bu safar o'zingiz maxsus xaritda belgilashingiz, turli xil biyomlar uchun inshootlar qurishingiz va kino chiptalarini yutib olishingiz mumkin. Lekin bu menimcha o'zbeklarga bo'lmasa kerak. Lekin chiptadan yutib olgan taqdiringizda ham Amerikaga borish, qolaversa kino chiqishini kutish, bu biz uchun biroz muammo, ammo kino juda ham qiziqarli bo'lishi kutilmoqda. There will be a cape up for grabs. You heard the man. So let's get building and we'll see you in theaters next summer. Tarjima keyingi yoz faslida chiqadi.